Assalomu alaykum jamoat, qandaysizlar? Mana bugun Baykem Qirg'izistonga ketib koronavirusdan oldin. Kelib qoldi jengim 3 bolasi bilan Moskvada da hozir posyolstva qayrasaq mashina olib kelib beribdi. Uyatda mana qarag'ala. Da qo'l qo'yib berib qo'yg'ila deydi. Men aytdim, qo'l qo'yib bermayim dedim. Nega qo'l qo'yib beraman dedim. Ertaga buni kvarplatabisi bitadi dedim. Sizlar shundayga yordam berginglar dedim. 10 million ақша keldi desa, keldi deydi. Mana shu olib kelgan proyektasini qarag'ala endi. Xudoga shukr-ku. Endi 3 bolasi bilan 4 odamga endi shu proyektni qarasanglar, uyatda. Shuncha katta posyolstvodan shu tigan. Tavba qildim. Ивановка. Mana bolalar krokodil bo'ladi. Suzoq choyxonasini oldida. Yaxshilab ko'rib olinglar. Mana bunavi Moy park. Onomatis. Ishlamayotganlarga. Tak. Mana krokodil. Agar eshitganlar bo'lib qolib mabodo. Ko'rolmayotgan bo'lsanglar, mana krokodil bo'ladi. Bizda chiqibdi krokodil. Bizda yo'llar karantin bo'lib, mashinalar yo'q. Bitta zo'rg'a o'tib qolyapti. Atak mashina yo'q. Так что, ребята, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.